and then we will look at some differences between how students write pie chart and how examiner Pauline Cullen written it. Birinchi bo'lib pie chart nimaligini bilib oladigan bo'lsak, payimiz mana shunaqa holatda beriladi. Endi bu pie sifatida berilyapti. Aslida o'zi mana bunaqa holatda beriladi bizga. Percentagelari bar chartda pie'ga aylantirilgan shakli. Xo'p, endi asosiy e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsalari bu fractionlari. Bunda alohida deylik bilib olishimiz kerak bo'lgan yoki o'zgartirilgan joylari yo'q. Prosta asosiy joylari bu o'sha hozirgi yozgan deylik barimizni qanaqa yozgan bo'lsa, pie chartda ham deyarli shunaqa yoziladi. Comparative language bilish kerak. Bu yoqda asosiysi shu. Just a second. Barbar. So I'm so sorry. Now, demak paylardagi har bitta percentage'ni biz qanaqa paraphrase qilishimiz mumkin? Nimaga percentage'ni paraphrase qilishni bilishimiz kerak? Sababi bizda ko'rganimizdek har xil foizlar berilyapti, bir-biriga o'xshash va agar biz 70, 70, 30 qilib qayta yozaversak, unda balimiz tushib ketishi mumkin. Aynan paraphrase sectionidan. Xo'p, birinchi bo'lib generalize qilib olishimiz mumkin gaplarimizni mana shu 4 ta frazalar bilan. Birinchisi bu a large number of people, ya'ni bu 80 plus bo'lgan holatda large number of deganimiz yaxshiroq. Keyingisi over a quarter of people, bu 25% dan balandroq bo'lsa over a quarter desak bo'ladi. Small minority, bu o'sha 10 dan past bo'lgan percentagelarga small minority deb ketsak bo'ladi. Va a significant number of people ni ham biza ancha muncha odam, ya'ni 70-60% dan yuqori bo'lgan percentage bo'ladigan bo'lsa, unda a significant number of degan so'z bilan berib ketishimiz mumkin ekan. Endi percentage fractionlarini qanaqa beramiz? Birinchi o'rinda bu 5% ni 1 in 20. Ya'ni 20 dan bir qismi. Bu yuzlik bo'yicha hisoblanganda rostidan 20 dan bir qismi hisoblanadi. Keyingisi 10% bu 1 in 10 bo'ladi. 15% less than a fifth. Endi bizga asosiy qismlar kelyapti. 20% va 25% ni biz qanaqa aytishni bilib olishimiz kerak. Bu juda muhim, chunki siz qolgan graflarni, qolgan percentagelarni yasayotganda shu ikkalasi yordam beradi. Misol 20 ni a fifthligini bildik, 40 ni 2 fifthligini ham bildik. 60 ni 3 fifthligini, 80 ni 4 fifthligini bildik. Har 20 talikda. 25 ni a quarterligini bildik. Bu endi 50% to'g'ri a half bo'ladi, lekin 75%imiz bizda 3 quarters deb berib ketamiz. Ya'ni buni yasash bizga osonroq hisoblanadi. Va keyingi bilib olishimiz kerak bo'lgan foizi bu a third. Ya'ni 33, taxminan 33% bizda a third deb kiritilgan. 65, 66 bo'lsa 2/3 kabi berilishi mumkin. 30%imiz less than a third, 40%imizni ko'rib chiqdik. 45%imiz more than 2 fifths, 2 fifthsdan, ya'ni 40%dan ko'proq yokida under a half deb bersak ham bo'ladi. Keyingisi a half 50%, 55% more than a half, bu yog'i o'sha sekin ketaveradi. 70% 1 in 10 bo'ladi. So, endi buni qanaqa tarzda ishlatish bu o'zimizga bog'liq bo'ladi. 80 ni 4 fifths desak ham bo'ladi yokida 8 in 10 desak ham bo'ladi. O'sha 10 dan 8 qismi sifatida berib ketishimiz ham mumkin ekan. 8 and 10. Yeah, 8 and 10. Lekin ko'proq 4 fifths yaxshiroq tushadi 8 in 10 ga qaraganda. Buni asosan pie chartda qo'llasak yaxshiroq, ammo buni anonda ham chiroyliroq chiqsin deb ba'zan ularda ham qo'llab turamanda, bar chartlarda ham qo'llab turamanda. Bar chartda bo'ladi, bu umuman o'zi percentage describe qilish uchun. Ya'ni foizlarni siz fraction sifatida, ya'ni mana shu a halflaringiz bu fraction hisoblanadi. O'sha fraction sifatida любой percentage'ga aytib ketsangiz bo'ladi.
u pie chartdami, bar chartdami, line graphda to'g'ri kamdan kam beriladi o'zi, anavilar o'sha percentagelar, lekin qolgan nima grafda, misol table'da hali table'da ko'rib chiqqanimizda ko'ramiz, o'sha percentagelar beriladi. Unda ham siz bemalol bularni ishlatsangiz bo'ladi. Любой percentage'da. tushunarli. So, endi biza percentage'ni nimaligini bilib oldik, qanaqa uni fractionga aylantirishni bilib oldik. Endi keyingi kerak bo'ladigan narsamiz bu qaysidir kategoriya shunchani tashkil qildi degan so'z bilan aytib ketishimiz kerak. Unda qanaqa bo'ladi? Mana shu 5 ta so'z asosiysi hisoblanadi bizaga. Shular bo'yicha aytib ketishimiz kerak. Birinchisi to account for. Misol uchun, students account for the vast majority of our customers. Asosiy bizning customerlarimiz studentlar edi. Ya'ni studentlar tashkil qildi deb aytib ketdik. Account for. Account ishlatdimi, oldida har doim for kelishi shart. Keyingisi to make up. Make upni ko'pchilik chalg'itadi, orasiga chiziqcha qo'yib qo'yadi yoki appini tashlab ketadi. Bizda xuddi shunaqa holatda kelishi kerak. Make up. Misol uchun, road accidents victims make up almost a quarter of the hospital's patients. Quarter necha foiz edi bizda? Quarter half 25% edi. Yes. Quarter. Demak, yo'l harakatidagi asosiy qurbonlarning 25% hospitalning patientlari bo'lgan. Ya'ni ular o'sha bolnitsaga tushib qolishgan deb aytibdi. Next one, third, to represent. Digital download represented only 6% of the total market share. Ya'ni o'sha online yuklab olishlar barcha market share'ning 6%, faqatgina atigi 6% ni tashkil qilgan deb ham aytib ketyapti. Keyingisi ham to be represent o'zi ko'rsatadi, ko'rsatmoq degani, lekin bu yerda tashkil qiladi degan ma'noda ham percentage aytayotganda berib ketsak bo'ladi. Keyingisi to be responsible for. Bu ko'pchilik mas'uliyatli deb tarjima qiladi, to'g'ri, lekin responsible for ham agar shu tarzda keladigan bo'lsa, aynan bizda for bilan qo'llaniladi va tashkil qilmoq degan ma'noda keladi. Endi smoking is responsible for. Mana bu isga e'tibor qaratishimiz kerak. Ko'pchilik tashlab ketadi shu joyni. Sababi tepadagi yoki 5-chisidagi hamma verbimiz bizda oldida to bilan kelyapti. Ya'ni uni oldidan hech qanaqa to be ni chiqarmaymiz. Prosta fe'lni shaklini o'zgartirib qo'yamiz. Past simple'da bo'ladigan bo'lsa, bunda esa isni yoki was'ni yoki are'larni chiqarishimiz kerak. To be'li birikma bo'lgani uchun. Yes, 30% tashkil qildi deb turib. Va 5-chisi to constitute. Bu ham women constitute at about 10% of parliament. Parlamentni 10% ni taxminan ayollar tashkil qildi deb aytib ketishimiz mumkin. Ya'ni women to'g'ri aytamiz, lekin buni oldiga the number of women, the percentage of women deb chiqarganimiz ham to'g'ri hisoblanadi. So, asosiysi pie chartda bizga kerak bo'ladigan narsalar shular hisoblanadi. Ya'ni percentage'ni to'g'ri fractionlar bilan paraphrase qilib bera olishimiz va mana shu kerakli so'zlar bilan ishlatib bera olishimiz kerak bo'ladi. U yog'i endi o'zimizga bog'liq, qanaqa bodyni organize qilishimizga bog'liq, balandroq ball olishimiz. Endi bizda aynan grammatika qismidan o'rgatilsa bo'ladigan narsalar bor va ishlatilsa bo'ladigan strukturalar bor. Bu cleft sentence. Ya'ni qanaqa? Cleft sentence it was deb oldinga chiqarardik. It was housing that accounted for the largest share of spending. Ya'ni bu o'sha housing edi, ya'ni uy-joy narsalari edi, eng ko'p spendingni foizini tashkil qilgan deyishimiz mumkin. Endi xuddi shu it was'ni mana bu o'zimizning gapimizda beradigan bo'lsak, motherlarni oladigan bo'lsak. It was mothers who spent most of their time with their children. Ya'ni buni men bemalol overall'da ham beraman, topic sentence'da ham beraman. Onalar edi ko'proq vaqtini bolalari bilan sarflagan deb aytib ketdim. Keyingi undan it was'dan tashqari faqat it was bilan bera olmaymiz. Cleft sentence ikkinchi strukturasi bu what bilan beramiz. What stood out most was the sharp drop in entertainment. Qaysiki juda eng stood out qilgani deb aytib ketamiz. Endi buni ma'zirga o'tadigan bo'lsak, what
stood out most was mothers who spent most of their time with children. دي بيركت. anavi cliff sentence'da avval